yo'ndirmasa bo'lmaydi. Xullas, qadrdonlar, Toshbuloqda joylashgan Rayhon milliy taomlarda necha xil ovqat borligini bilasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'rib turing. Men sizga birma-bir tanishtirib o'tkaman. Kelasizlar Uyg'urlarman, qotirma, bistrogin, biqin qotirma, biftek, undan tashqari brizol deysizlarmi, asarti go'sht, tabak, KFC, biqin sho'rva, jiz, qo'y go'shti, mol go'shti sho'rva, qozon ko'p, undan tashqari Uyg'urlarmanni ham ikki xil bo'ladi. Qovurma hamda suyug'i bo'ladi. Bu yerda 30 xildan ortiq taomlarni tayyorlanadi, ko'rishingiz mumkin. Shinamgina joylar bu yerda yig'ilishinglarni o'tkazish uchun hamma sharoitlarni qilib qo'yilgan. Kabinalar esa 30 dan ortiq kabinalar bor. Bundan tashqari okalar kelasizlar obedga lazerda osh qilinadi va setlarni yo'lga solingan. 399 ming so'mga 5 kishi, 6 kishi maza qilib to'yib ketish uchun ko'rishdilar. Oshlarni birga bir yo'lga solingan. Bemalol kelishingiz mumkin. Barchani Rayhon milliy taomlarda kutib qolaman. Xullas, bu taomlarni faqatgina yeyish kerak. Bismillah. Rayhon milliy taomlarga kelgan aka-ukalarimiz, sizlar qaysi ovqatni sevib iste'mol qilyapsizlar? Kommentga yozib bitib turinglar. Men sizlarga manzilni tushuntiraman. Toshbuloq kalsoyi hamma biladi. Yetmaganda Rayhon milliy taomlari bemalol kelaverasizlar. Mo'ljal okalar favqulodda holatlar to'g'risida joylashgan. Aloqaga chiqarsizlar, barchani Rayhon milliy taomlarda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Bu videoni o'sha kerakli insonlarga, o'zingizga yaqin bo'lganlarga jo'natib qo'yasizlar.